Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli azizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muhiblari, u zotning ummatlarimiz deb faxrlanib, g'ururlanib yurgan aziz mo'min musulmon birodarlar. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siratlari, u zot haqlarida yozilgan shamoil kitoblarini o'qishlikni, uni eshitishlikni, uni bayon qilishlikni muvaffaq qilyapti. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Mana shunday buyuk zotga ergashtirib qo'ydi. U zotga ummat qildi hammamizni. Alloh taologa bitmas tuganmas hamdlar bo'lsin. Allohga shukr qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ummati bo'lishimiz o'zi katta ne'mat hayotimizda. U zotning ummati bo'lib dunyoga kelishimiz, u zotning ummatlari bo'lib yashashimiz, u zotning ummatlari holatda inshaalloh bu dunyodan ketishimiz juda katta ne'mat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shafoatlariga barchamizni Alloh taolo noil va muyassar qilsin. Azizlar, o'tgan suhbatimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlari, yashash tarzlari haqidagi ba'zi hadislarni bayon qilgan edik. Shu hadislar ustida to'xtalgan edik va va'da qilganimizdek so'zimizning oxirida, o'sha suhbatning oxirida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning nondan yoki go'shtdan to'ymay yurishlari, u zotning kambag'alliklari, faqir ekanliklari, muhtoj ekanliklariga dalolat qilmaydi. Bu mavzuni keyingi suhbatda bir bayon qilishga harakat qilamiz degan edik. Inshaalloh hozir shu mavzuga ozgina to'xtalib, keyingi bobga o'tamiz xudo xolasa. Azizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh taoloning rasuli, elchisi. Alloh taolo payg'ambarlarini barcha tomondan, barcha holatda mukammal qilib qo'yadi. Payg'ambarlar ma'sumdirlar, gunohdan pok. Ular gunoh qilmaydi, ular mukammal. Payg'ambarlar insonlar jirkanadigan barcha holatlardan ustun, pok bo'ladilar. Payg'ambarlarda masalan odamlar undan qochadigan kasalliklar, odamlar undan jirkanadigan har xil, ya'ni insoniyat hayotida bo'ladigan har xil kasallik, vabo, shunga o'xshash narsalar kuzatilmaydi. Payg'ambarlarda shunaqa xulqlar, yomon jirkanch xulqlar ham hech qachon bo'lmaydi. Ularning xulqlari ham mukammal. Xuddi shunday Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamda ham eng mukammallik sifatlari barchasi topilgan. Inson uchun mukammal sanalgan barcha sifatlarning cho'qqisi, eng buyuk holati, eng katta holati, eng afzali Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamda bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kambag'al edilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam muhtoj edilar, faqir edilar, miskin edilar degan gaplarga ba'zida duch kelamiz. Shunday gaplar ba'zida qulog'imizga chalinadi. Ba'zi bir hadislarni ham dalil qilishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam masalan aytganlar deyshadi. Allohumma ahyini miskinan va amitni miskinan wahshurni fi zumratil masakin. Ey Alloh, meni miskin holatda yashatgin, meni miskin holatda o'ldirgin. Ya'ni jonimni miskin holatimda olgin va meni miskinlar jamoasidan qilib tiriltirgin deganlari. Bunday hadislar ham bor. Yoki al-faqru fakhri degan so'zlarni rivoyat qilishadi Rasulullohdan. Faqirlik mening faxrimdir. Azizlar, bu hadislarni qanday tushunamiz? Yoki o'tgan suhbatimizda o'tgan hadisimiz. U zot sollallohu alayhi va sallam qorinlari to'ymagan, doim go'sht yeb yurishga imkoniyatlari bo'lmagan, doim non yeb yurishga imkoniyatlari bo'lmagan degan hadislarni qanday tushunamiz? Bu munosabat bo'lganligi uchun buni aytib ketishni lozim deb topdik. Chunki biz payg'ambar alayhissalomni yaxshi tanishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni yaxshi bilishimiz kerak azizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh taolo tog'larni, Makka tog'larini
yoki Madina atrofidagi tog'larni tillo bo'lishligini taklif qildi. O'sha yerdagi tog'ni pastidagi vodiylarni tillo bo'lishligini taklif qildi. Ya'ni xohlasang ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mana shu Makkani tog'lari yoki vodiylarni tillo qilib beraman. Shunday olganda hovuchlab tuproqni olsa tilloga aylanaveradigan holatda payg'ambar alayhissalomga taklif qildi Alloh taolo. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buni rad qildilar. Ya Alloh dedilar. Yo'q, men ij'al rizqi kafafan, ij'al rizqi qutan. Allohumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ey Alloh, Muhammad ahlining rizqini qut, ya'ni har kunlik yetarli ozuqa qilib bergin bo'ldi dedilar. Har kunlik yetarli ozuqa. Boshqa bir hadisda payg'ambar alayhissalom rad qildilar va aytdilarki, ey Alloh, har kunlik yetarli ovqatim bo'lsa bo'ldi. Bir kun qornim to'ysa shukr qilaman senga, bir kun qornim och qoladigan bo'lsa sabr qilaman. Qornim to'yganda qornim to'qlarni eslayman, qornim och qolganda qorni ochlarni holidan xabar olaman degan ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu taklifni, ya'ni Rasulullohga bu narsalar tog'lar yo toshlar tillo bo'lish taklifini payg'ambar alayhisalom rad qildilar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning imkoniyatlari bor edi. Alloh taolo Rasulullohga imkoniyatni keng qilib bergan edi. Tasavvur qiling, bir kishini uyida masalan 10 kilo tillosi bor. 10 kilo oltini bor. Sefda qulflab qo'yibdi, uning kaliti o'zida. U odam ko'chada agarda hozirgi til bilan aytadigan bo'lsak, oddiy makaronlarni yeb yursa yoki roltin yeb yuradigan bo'lsa, roltin degan tez pishar ovqatdan, o'sha makarondan yeb yuradigan bo'lsa, uni kambag'al, u miskin, u hech vaqosi yo'q odam deb aytishlik u aqlsizlik. Haqiqiy kambag'al emas u. U faqatgina o'zining hayotini kambag'allarga o'xshatib yashayapti. Kimdir buni baxillikdan qiladi, kimdir o'zini tarbiya qilishlik uchun qiladi va hokazo. Yoki qotgan nonni yeb yurishligi bir kishini o'zi boy bo'lishiga qaramasdan. U kambag'al qilib qo'ymaydi uni. Uni imkoniyati keng odam. Yoki juda ko'p puli bo'lishiga qaramasdan oddiyroq uyda yashaydigan yoki oddiyroq mashina minadigan odam bu degani kambag'al yoki o'rta hol emas, u boy odam. Xuddi shunday azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning imkoniyatlari juda katta edi. Iqtisodiy, ya'ni payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo taklif qilgan narsalar juda katta edi. Xohlasalar qabul qilardilar. Xohlasalar boylikning eng cho'qqisiga erishar edilar. Xohlasalar boylikka, ya'ni o'sha Makkada yo Madinada eng boy inson bo'la olardilar. Xohlasalar eng boy sahobalarni o'zlariga jalb qilib, mani har kunlik masalan yeb ichishimni, eng boy sahobalar bor edi-ku. O'shalarga har kunlik yeb ichishimni san o'zing boshqosh bo'lib qarab turasan, san ta'minlab turasan deb ularga buyurib, ulardan o'sha ta'minotni olsalar bo'lardi, xohlasalar. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bularning barchasini chetga surdilar. Ixtiyoriy kambag'allik, ixtiyoriy muhtojlikni tanladilar. Nega? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam butun insoniyat uchun o'rnak edilar. Butun insoniyat. Inson agarda kambag'al hayotda, kambag'allar hayotida yashay olsa, boylar hayotiga ham o'rnak bo'la oladi. Lekin boylar hayotida yashasa, boylik hayoti bilan yashaydigan bo'lsa, kambag'allarga o'rnak bo'la olmaydi. Kambag'allar Sulaymon alayhissalomdan, masalan, Sulaymon alayhissalomdan kambag'allar o'rnak ola olmaydi. Nega? Chunki Sulaymon alayhissalomga butun insoniyatdan tashqari jinlar ham, boshqa devlar ham hammasi bo'ysundirilgan podshoh inson edi Sulaymon alayhissalom. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan boylar ham o'rnak ola oladi. Kambag'allar ham o'rnak ola oladi, zaiflar ham, kuchlilar ham barchasi o'rnak ola oladi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom barcha uchun o'rnakdirlar, barcha uchun rahmatdirlar. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sizni biz olamlarga rahmat qilib jo'natdik deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Shuning uchun payg'ambar alayhissalomni haqiqiy ma'noda kambag'al, haqiqiy ma'noda muhtoj inson bo'lgan, miskin odam bo'lgan deb ta'riflash mumkin emas azizlar.
Mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z xohishlari bilan ixtiyoriy ravishda o'sha muhtojlik hayotini, to'kin sochinlik bo'lmagan hayotni tanlaganlar. Boshqalarga ham ibrat bo'lishligi uchun o'zlarining sabrlari qanchalik keng ekanligini, buyuk xulq sohibi ekanliklarini ko'rsatishlik uchun, boshqalarga ibrat bo'lishlik uchun. Mana shu o'tgan suhbatda bildirmoqchi bo'lgan mulohazalarimiz edi. Endi inshaalloh bugun yangi bobni boshlaymiz. U ham bo'lsa babu ma jaa fi khuffi rasulillahi sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning massilari haqida, etiklari haqida kelgan hadislar bobi deydilar. Payg'ambar alayhissalomning barcha ya'ni hayotlari, hayot tarzlarining hamma jabhasi bayon qilingan sahobalar tomonidan. Imom Termiziy bu yerda payg'ambar alayhissalom qanday oyoq kiyim kiyardilar, qanday etik kiyardilar, qanday mahsi kiyganlar, mana shularni bayon qiladilar. Qala haddathana Hannad ibn as-Sariy qala haddathana Waqi'un an Dalham ibn Salih an Hujayr ibn Abdullah an ibn Buraydah an abihi. Ibn Burayda otalaridan rivoyat qiladilar. Annan Najashiyya ahda lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam xuffayni aswadayni sazajayni. Najoshi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ikki mahsi hadiya qildi deydilar. Najoshi biz bilamiz siyratdan u Habashistonning podshosi bo'lgan. Habashistonning podshosi Najoshi. An-Najashi va Nijashi deb o'qiladi. Ba'zilar Najjoshi deydi, tashdid bilan, ya'ni jimga tashdid qo'yishlik xato hisoblanadi. Najoshi Habashiston podshohlarining laqabi hisoblanadi. Xuddi Misr podshohlari Fir'aun deb nomlangani kabi, Rum podshohlari Qaysar deb nomlangani kabi, Fors podshohlari Kisro deb nomlangani kabi, Najoshi Habasha, ya'ni Habashiston podshohlarining laqabi hisoblanadi. Hammasiga Najoshi deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Najoshiga ham boshqa podshohlarga xat yuborganlari kabi Najoshiga ham xat yubordilar. 7-sanada xat yuborganlar. Hammasiga maktub yozganlar. Masalan, Rum podshosiga yozgan, Fors podshosiga, Kisroga yozilgan maktublar ma'lum, juda ko'p kelgan tarixlarda, hadislarda kelgan. Aslim taslam yu'tikallohu ajraka marratayn. Sen islomga kirgin, salomat qolasan, Alloh taolo sening ajringni 2 hissa qilib beradi, seni mukofotingni 2 hissa qilib beradi degan ma'noda juda chiroyli maktublar, juda ser ma'no, ser mazmun, ser hikmat, pur hikmat maktublarni payg'ambar alayhisalom yuborganlar. Xuddi shu maktub jo'natilganlardan biri Najoshi Ashama, ismi Ashama bo'lgan Najoshini Amr ibn Umayya ad-Damari tomonidan payg'ambar alayhissalom u kishi tomonidan xatni yuborganlar. Ya'ni Amr ibn Umayya olib borib bergan bu xatni Najoshiga. 7-sanada Najoshi islomga kiradi. Islomni qabul qiladi. Ba'zi ulamolar aytishadiki, undan oldin islomni qabul qiladi Najoshi deydi. Lekin xatdan keyin, maktubdan keyin islomni qabul qilganligi mashhur. Najoshi o'zi garchi islomga kirmagan bo'lsa ham boshidan, lekin o'ta insofli, adolatli inson bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom hali sahobalar Makkada bo'lgan paytlari, o'zlari ham Makkada hijrat qilmagan paytlari, sahobalarga aziyat kuchayib ketgandan keyin aytadilarki, Habashistonga safar qilinglar, hijrat qilinglar. U yerda bir adolatli podshoh bor, sizlarga zulm qilmaydi dedilar. Shu gapni eshitgandan keyin haqiqatan zulm qilmaydi Najoshi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu gaplarni eshitgandan keyin Habashistonga borganlarning kattasi, musulmonlarning amiri, rahbari Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu bo'lganlar. Ja'far ibn Abi Talibni chaqirib Najoshi u islom dini haqida so'raydi. Bunga sabab Amr ibn al-As roziyallohu anhu hali islomga kirmagan vaqti musulmonlarni qaytarib berishligini so'rab borgani bo'ladi. Ular seni yomonlaydilar, ular seni diningni so'kadilar, unday dedilar, bunday dedilar deydi. Najoshi nasroniy dinida bo'ladi. Keyin Maryam surasini Ja'far ibn Abi Talib o'qib beradilar.
Maryam surasini eshitgan Najoshiy yig'laydi o'shada. Ko'zlari yoshlanadi. Bu deydi bizni dinga, ya'ni Iso alayhissalom keltirgan dinga o'ta yaqin deydi. Hech qanday farqi yo'q deydi. Men ham shunday e'tiqod qilaman deydi. Shundan kelib chiqib ba'zi ulamolar aytishadiki, Najoshiy o'sha vaqtda Ja'far ibn Abi Tolib Maryam surasini o'qib bergandan keyin islomga kirgan, lekin islomini yashirib yurgan odam bo'lgan. Podshohligida davom etgan to umrini oxirigacha. Deyishadi. Ba'zilar yo'q, 7-sanada Payg'ambar alayhissalom maktub jo'natganlaridan keyin islomga kirgan deb aytadi. Ala kulli hal qaysi biri bo'lgan taqdirda ham Najoshiy mana shu podshohlar ichida musulmonlikni qabul qilgan birinchi buyuk podshoh hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Najoshiy bilan xat oldi berdi qiladilar. Bir-birlariga xat yozadilar. Najoshiy Payg'ambar alayhissalomga Ummu Habiba onamizni o'sha Habashistondan Rasulullohga yuboradi. U zot, ya'ni Najoshiy Payg'ambar alayhissalomga hadiya yuboradi. 2 mahsi, kiyishlik uchun mahsi, qora mahsi bo'ladi. Sazajayni degani hech qanday naqshinkor bo'lmagan oddiy teridan qilingan mahsi. Falabisahuma thumma tawaddaa va masaha alayhima. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu mahsilarni kiydilar, so'ngra tahorat qilib mahsiga mas tortdilar. Mahsiga mas tortishlikni joizligiga dalil bo'ladi bu hadis. Birov bergan hadiyani qabul qilishlikka dalil bo'ladi bu hadis. Birov bergan hadiyani agarda u haromdan bo'lish ehtimoli bo'lmasa agar surishtirmasdan qabul qilishlikka dalil bo'ladi. Chunki Payg'ambar alayhissalom u Najoshiydan qabul qildilar, musulmondan. Hadiya yuborgan edi, qabul qildilar. Najoshiy 9-sanada vafot qiladi va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Najoshiyning janozasini, g'oyibona janozani o'qiydilar. Keyingi hadisda qala haddathana Qutaybah ibn Sa'id qala akhbarana Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaidata عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. Mughira ibn Shu'ba aytadilarki, Dihya radhiyallohu anhu, ya'ni Dihyatul Kalbi, Dihya ibn Khalifa al-Kalbi Payg'ambar alayhissalomga 2 mahsi hadiya qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bergan edi. Payg'ambar alayhissalom uni kiydilar. Demak, Payg'ambar alayhissalomning oyoq kiyimlaridan biri mahsi kiyish edi. Mahsi kiyganlar. Mahsi kiyishda hech qanday zarar yo'q. Mahsi kiyib yurishlik sunnat deyilmaydi, lekin mahsi kiyib yursa bo'laveradi, unga mahsi tortib namoz o'qisa bo'laveradi. Ayniqsa qish paytida bizni diyorlarda mahsi kiyishlik odat tusiga kirgan. Va qala Isroilu an Jabirin an Amirin va jubbatan فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا. Isroil Jobirdan, u kishi Omirdan rivoyat qilib aytadiki, Dihyatul Kalbi Payg'ambar alayhissalomga 2 mahsi bilan birga bir jubba, bir chakmon ham hadiya qilgan edi. Payg'ambar alayhissalom ularni kiydilar, ya'ni o'sha mahsilarni kiydilar, to yirtilib ketguncha kiydilar. Ya'ni nima qildilar? Eskirguncha kiydilar, davom etdilar kiyishlikda. Uni yechib tashlamadilar yoki kiymayman deb tashlab qo'ymadilar, kiydilar. Payg'ambar alayhissalom u mahsining tikilgan terisi shar'iy so'yilganmi, shar'iy so'yilmaganini ham bilmasdilar dedilar. Ya'ni so'ramadilar, bu qanday so'yilgan teri, bu qanday oshlangan teri deb so'rab o'tirmadilar. Boya aytganimizdek, hadiya keldimi, bir mo'min musulmon kishidan keldimi, g'olibuzzon, ya'ni ko'proq fikrimiz uning to'g'ri so'yganiga bo'ladi. Ya'ni o'ylaymizki, musulmon bo'lgandan keyin to'g'ri so'yadi, to'g'ri narsani keltiradi, halol narsa bilan yuradi, halol narsani yeydi, halol narsani hadiya qiladi. Shundan kelib chiqib musulmon haqida yaxshi gumon qilib, u keltirgan narsani ham halol ekanligiga nima qilamiz? Umid qilamiz va olinaveradi. Chunki u to'g'rimi, noto'g'rimi deb so'rashlik uni qalbiga og'ir botishi mumkin, aziyat berishi mumkin. Lekin fitnali zamonlarda odamlar qayerdan olib qayerga sarflayapti buni bilmaydigan yoki halolmi haromni farqiga bormay qoladigan davrlarda so'rashlik asl hisoblanadi. So'rash kerak. So'rashlik asos hisoblanadi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning demak oyoq kiyimlaridan biri mahsi bo'lgan ekan azizlar. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizda bu mavzuni davom ettiramiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.